Ko'p erkaklar kuchli ko'rinadi, ammo ichida vahima bor. Darveshdan so'rashdi: "Nega bunchalar sokinsiz?" U dedi: "Chunki men nazorat qila olmaydigan narsalar bilan kurashishni to'xtatdim. Birinchi ustun: Alloh menga yozgan rizqni hech kim tortib ola olmaydi. Shuning uchun odamlar bilan musobaqani to'xtatdim. Ikkinchi ustun: Alloh meni har doim ko'rib turibdi. Hatto hech kim ko'rmaganda ham. Bu mening xulqimni o'zgartirdi. Uchinchi ustun: mening ishimni hech kim qilmaydi. Hech kim meni qutqarish uchun kelmaydi. Shuning uchun harakatni boshladim. To'rtinchi ustun: o'lim aniq, vaqt cheklangan. Shuning uchun har kuni tayyorgarlik ko'raman. Beshinchi ustun: yaxshilik ham, yomonlik ham iz qoldiradi. Shuning uchun yaxshilikni ko'paytirdim. Yomon odatlarimni yo'q qildim. Sokinlik zaiflik emas, sokinlik nazorat. Nazorat esa kuch.